This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Erkin Asya radyomuzga xush gəldinglar. Anlayatqanlar 23 sentabr Washingtondan tarqatilayotgan 1 saatlik Uyg'urcha anlatışımız. Bugünkü program riyasatçılığı üçün Gülçehra xizmətdə. Növbətdə anlıqçılarımız diqqətinizə sunmaqçı bolğan proqramı məzmunlarından qısqaça məlumat berib ötəy. Anlatışımızda kündəkidək dünya iqlim məsələləri şundaqla Uyğurlarga münasibətlik qısqa yeni xəbərlərlə başlayımız. Gündəlik qısqa xəbərlərimizdən keyin vaqe həm mülayiza. Obzor anlatış proqramlarımız boyunca öz müxbirlərimiz şundaqla dünyanın hər qaysı joylarında turishliq ixtiyari müxbirlərimiz anlıqçılarımızga Uyğur diyarı şundaqla Uyğurlarga münasibətlik yeni temalarda təfsili xəbər analizləri, söhbət şundaqla obzorlarını anlatıdı. Hürmetli radyo anlıqçılar, bundaqda bugünkü 1 saatlik radyo anlatışımızı yaxtırıb alışınlarını ümit qılımız. Diqqətinizə aval öz müxbirimiz Erkin'in tayarlışıdaki kündəlik qısqa xəbərlərimizdə bolsun. Xitay Kompartiyasының бас sekretari Xi Jinping Beijingdagi Markaziy partiya maktabida tarbiyalanayotgan Uyg'ur avtonom rayonining yerlik kadrlariga yo'l yo'riq berib, Uyg'ur elini Junxo millati o'rtaq engi barpo qilish nomidagi xitoylashtirish musobaqasida texnik zo'r tirishchilik ko'rsatishga chaqirgan. Halbuki Xitoy taratqullarining xabarlarida Xitoyning 2017-yildan beri yurgizayotgan siyosati Amerika hukumati va ba'zi g'arb parlamentlari tomonidan irqiy va madaniyat qirg'inchiligi deb ayblanayotgan Uyg'ur elida Xi Jinpingning yerlik kadrlardan konkret yana qanday tirishchiliklarni ko'rsatishni talab qilganligi tilga olinmagan. Xitoyning xalqaro tashviqot kanali bo'lgan CGTNning bildirishicha, Xi Jinping Markaziy partiya maktabi kursantlarga bergan yo'l yo'riqida partiyaning Xinjiangni idora qilish siyosatini to'liq va qat'iy ijro qilish, bu qitimliq tarbiyalash kursi orqali rayonda kuchli darajadagi Junxo millati o'rtaq gavdasini barpo qilish tirishchiligini texnik qattiq kuchaytirishni talab qilgan. Xi Jinpingning bu yo'l yo'riqining Xitoy hukumati yaqin haftalardan beri Uyg'ur eliga munosabatli diplomatik va axborot tashviqotini texnik keng qanot yaydirishga boshlagan bir payt e'lon qilinishi diqqat qo'zg'amoqda. CGTNning qayd qilishicha, Xi Jinping yana bu nishonni amalga oshirishda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni uchun texnik sadoqatmand, texnik durust, mas'uliyatchan va yuqori iqtidorli kadrlarni yetishtirishning zarurligini alohida ta'kidlagan. Xi Jinpingning bu yo'l yo'riqni Beijingdagi Markaziy partiya maktabida Xinjiang sinfi ichilib yerlik millat kadrlarini tarbiyalashga boshlaganligining 70 yillik munosabati bilan yo'llaganligi. Uning yo'l yo'riqini Markaziy partiya maktabining mudiri Qin Shining yetkazganligi qayd qilinmoqda. Xi Jinping bu tarbiyalash programmasining 70 yildan beri Uyg'ur elini boshqarishda intayin muhim rol o'ynaganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo 2017-yilda uning yangi davrdagi Xinjiangni idora qilish strategiyasi ijro qilinishga boshlagandan keyin ilgari Markaziy partiya maktabida tarbiyalangan nurg'un Uyg'ur kadrlarining 200 yilmichilik bilan ayblanib, tutqun qilinganligi ma'lum. Şivsiyanın Asiyalik şairlar cümleden şiirlarda hayatlıqның dəxli tərüzsizligini qoğduğan şairlar üçün təsis qılınğan 2024-yıllık Skada, yani Tomuzğu mükafati Uyghur şairi və rejissori Tahir Hamid İzgil'ga berildi. Skada mükafati cemiyetinin 23 sentabirdeki uqtirishida ko'rsatilishicha, bu mükafat şiirlarda şəxsi hayati ve siyasi tarixni yüksek derecede birleştirgen, g'oyib bo'lishga qarshi kurash qilayotgan bir xalqning ovozi ham tilini namoyon qilgan, shuning bilan bir vaqtda yo'qotish, muhabbat, umid va hayotlikning universal temalarining kartinasini sizib berganligi uchun uning loyiq ko'rilgan.
Bu mukofot Tahir Amid İzgilning Kechida tutqun qilinishini kutish nomli kitobining Uyg'urcha nusxasining nashr qilinishi munosabati bilan Germaniyaning Myunxen shahri va Turkiyaning Istanbul shahridagi imzo qo'yish marosimlari va suhbat yig'inlari o'tkazilgan bir paytda e'lon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, tunji nusxasi 2023 yil 9 oyda inglizcha nashr qilingan Kechida tutqun qilinishni kutish nomli bu kitob hozirga qadar 11 xil tilda nashr qilingan. Shundaqla New York vaqti gazeti tarafidan 2024 yillik o'qirmanlar eng yoqtirib o'qiydigan 100 kitobning biri bo'lib baholangan. Tahir Amid İzgil 23-sentabr Facebookda o'zining tomuzg'i mukofotiga erishganligiga inkas bildirib, bu mukofotning menga berilishi yolg'iz she'riy ijodiyatimning e'tirof qilinishi bo'lib qolmay, uning yana Xitoy zulmi ostida jon talashayotgan Uyg'ur tili ve Uyghur edebiyatıga medet bo'lishini umid qilaman deb ko'rsatgan. Skada mukofot jamiyatining qayd qilishicha, Tahir Amid İzgilning ijodiyati yerlik bo'lishdan olqib bir dunyoviy bog'lanishni taqdim qilgan hamda o'zining shaxsiy kechirmishlari va she'riy tasvirlari orqali ovozsizlarning ovozini yuksaltirgan. 1969 yılı Qashqar shahrida tug'ilgan Tahir Amid İzgil 1990 yılları siyosiy jinoyat tufaylidan 3 yil Xitoy turmusida yotgan. U 2017 yılı oilasi bo'yicha Urumchidan qochib chiqqan bo'lib, shundan buyon Amerikada yashamoqda. Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining sekretari Chin Mingo bilan Pokiston ichki ishlar ministri Mohsin Naqvi 22-sentabr Pokiston poytaxti Islomobodda ko'rishib, ikki davlat soqchi va qurolliq soqchi qismlarining Uyg'ur eli va Pokistonning Gilgit-Baltiston rayonida birlashma manevr ilib berishiga kelishgan. Xabarda ikki taraf soqchi va qurolliq qismlarining birlashma manevrining qachon va Uyg'ur elining qaysi joylarda ilib berilganligi tilga olinmagan bo'lsa-mu, ammo Pokistonning irqiy qirg'inchilik rayoni deb qaralayotgan Uyg'ur elida Xitoy bilan qurolliq soqchi qismlarining terrorlikqa qarshi birlashma manevr ilib berishini qaror qilishi diqqat qo'zg'amoqda. Pakistan radiosuning 22-sentabr bergan bu vaqtdagi xabarida Chin Mingo bilan Mohsin Naqvining ikki taraf orasida nurg'un sohalardagi hamkorlikni, jumladan terrorlik, atkazchilik va zaharlik chekimlikka qarshi turish qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kuchaytirishga kelishganligi qayd qilinmoqda. Yaqinqi yillarda Beijing bilan Islomobodning Qashqar Guadar porti orasidagi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining dengizga chiqish eg'izi bo'lgan Balojiston rayonidagi aslahalari Balojiston ozodlik armiyasining qurolli hujum nishoni bo'lib kelgan edi. Al Jazeera'ning xabar qilishicha, bu yil 8-oyda yuz bergan Balojistondagi to'qinish va hujumlarda 70 dan ortiq kishi o'lgan. Xitoy-Pokiston orasidagi terrorlikqa qarshi bu hamkorlik Balojiston tashkilotlarining texi o'tgan hafta Janvada o'tkazgan yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyi taklif qilingan va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliyada turishliq vakili Rahima Mahmud yig'inga qatnashib, Uyg'urlarning vaziyatidan doklad berishining orqasida e'lon qilingan. Bu ikki kishining o'zaro bog'lanishliq ekanligiga doir hech qanday bir dalil bo'lmasa-mu, ammo Pokiston Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini xavfsizlik jihatdan emas, balki diplomatiya jihatdan BDTda qo'llab kelayotganligi ma'lum. Xitoy doiralari Uyg'ur elida 2017 yili 2-oyda boshlangan cho'ng tutqundan keyin keng ko'lamda yo'lga qo'ygan Junxo millati o'rtaq eni gavdisi barpo qilish harakatida yangi tashviqot hujumi qo'zg'agan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, navbatda Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar 22-sentabr yakshanba kuni har qaysi cho'ng Xitoy taratqullarining 200 dak muxbirini tashkillab, Uyg'ur elida Junxo millati o'rtaq ilmiy gavdisi qandaq shakllanganligining hikoyasini tunishtirishga o'rinlashtirgan. Bu Xitoyning yaqinqi bir haftadan beri xalqarodagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgigini javobgarlikka tortish sadolariga qarshi qo'zg'agan bir qator diplomatik va axborot tashviqot harakatining bir parchasi deb qaralmoqda. Xitoyning eng cho'ng xalqaro tashviqot vositalaridan biri bo'lgan CGTN kanalining 22-sentabr bergan xabarda bu 200 da Xitoy muxbirining xabar berish, ziyorat qilish qatorliqlar orqali Şinjan'da küçük derecedeki Junxo millati o'rtaq enining qandaq shakllanganligining hikoyasini anglitishga va'da berganligini bildirgan.
Növətdə Xitayning bu xil diplomatik və axbarat təşviqatını texmi kuchaytirishda qandaq amallarni ko'zda tutganligi ma'lum emas bo'lsa-mu, bu harakatning Uyg'ur masalasi o'tgan hafta BDT kishilik huquq kengashida yana munozir qo'zg'agan, shundaqla Amerikaning ba'zi davlat majlis a'zolari Uyg'ur majburiy emgigini cheklashni texni kuchaytirish haqida qonun loyihasi sungan bir payt kuchayishi diqqat qo'zg'amoqda. Halbuki CGTN'ning xabarida bu 200 muxbirning yakshanba kuni Uyg'ur Avtonom rayonluq muzeyida o'tkazilgan tushlik jamiyat barpo qilish, ittifoqlashgan Junxua cho'ng oilasi nomli axborot tashviqot faoliyatida yuqorqi qasamda bo'lganligi qayd qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu muxbirlar Beijing hukumatining Uyg'ur elini xitoylashtirish harakati, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining pochisi deb qaralayotgan bir paytda Uyg'ur elidagi har millat ommasini ziyorat qilish orqali Xitoyning zamonaviylashish musobasidagi Xinjiang babini yezib chiqdi ekan. Amerika hukumati 23-sentabr Xitoy va Rossiyada ishlab chiqarilgan yoki ularga chetishliq zapchastlar saplangan odamsiz avtomobillarni import qilish va Amerikada setishni cheklash haqida bir plan hazırlagan. Washington pochtasining xabar qilishicha, bu plan bu xil zamonaviy qatnash aslahalarining to'qinish yuz bergan mezgillarda jasuslik yoki ishki qalayimqonchilik paydo qilish uchun qo'llanishidan ogoh bo'lishni maqsad qilmoqda ekan. Washington pochtasi gazetining 23-sentabrdagi xabarida bu plan Amerika amaldorlarining chet el raqiblarini Amerika fuqarolarining avtomobil haydash odatiga oid sonliq ma'lumot yoki Amerikadagi odamsiz avtomobillarning internet ulanmasiga bog'lanishiga yo'l qo'yishning xavfi haqida 7 oy davom qilgan talash-tortishlardan keyin tayyorlanganligi bildirilgan. Qayd qilinishicha, Amerika hukumat amaldorlarining rasmiy bayonotida Xitoydan boshqa Rossiya tilga ilingan bo'lsa-mu, ammo bu planning yadroliq nuqtasi yanada Xitoyga qartilmoqda ekan. Xabarda Amerika amaldorlarining bu haqdagi bayonoti Amerika Hamobab şirketi bilan Xitoyning Shanxay avtomobil sanoati şirketi hamkorlik o'rnatishidan 30 yil keyin Amerika hukumatining Xitoyni dushman kuch deb qaraydiganligini ko'rsatadiganligi ta'kidlangan. Amerika Savdo ministri Gina Raimondos bu haqda mundaq degan: Hozirgi avtomobillarning kamerasi, mikrofoni, o'rin belgilash sistemasi, ya'ni GPS va boshqa texnikalari to'g'ri bog'langan. Chet el raqiblarimizning bu uchurlarga erishishi bizning davlat bexatarligimiz va Amerika fuqarolarining shaxsiy maxfiyatligi uchun qanchalik xavf paydo qilganligini tasavvur qilish qiyin emas. Gina Raimondosning ta'kidlashicha, favqulodda vaziyatda chet el raqiblarining Amerikada qatnaydigan barliq avtomobillarni bir vaqtda to'xtatib qo'yishi yoki kontrol qilib olishi mumkin ekan. Anlayotganingiz Uyg'ur tilidagi erkin axborot munbiri, Erkin Osiyo radiosi. Hürmetli radyo anlıqçılar, Erkin Asiya radyosu diqqətinizdə 23-sentabr anlatılayotgan mazkur programmamızning navbatdagi minutlarini vaqa ham muloyiza saytisiga bag'ishlaymiz. Men program riyosatchisi Gulchehra. Mazkur saytimizda o'z muxbirlarimiz va dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyoriy muxbirlarimizdan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga munosabatlik yangi temalarda tafsiliy xabar analizlarini anglaysizlar. Programma mazmunlarini yoqtirib olishinglarni umid qilamiz. Amerika Xitoyga qarshi urushga hozirlik qilish uchun G'arbiy Tinch okeandagi 2-chi dunyo urushida qo'llangan aerodromga mablag' selib, uni qayta qurishga boshlagan. Xitoy bo'lsa Amerikaning harbiy qurol-yarog' sanoati keraklik surma teshi, sirak to'pa qatorli xom ashyolarni Xitoyga eksport qilishni cheklagan. Mutaxassislar bu vaziyatdagi bu qarama-qarshi taraqqiyotlarning Amerika-Xitoy o'rtasidagi harbiy raqobatni kunsiri kuchaytirayotganligini bildirmoqda. Tuvanda muxbirimiz Javlon bu vaqtda tayyorlagan programmaning birinchi qismi diqqatingizda bo'ladi. Amerika Xitoyga qarshi urushga hozirlik qilish uchun 2-chi dunyo urushida qo'llangan aerodromni qayta qurishga boshlagan. Xitoy bo'lsa Amerikaning harbiy qurol-yarog' sanoatiga kerakli xom ashyolarni eksport qilishni cheklagan.
Amerika havo armiyasi Tinch okeandagi bir taqim orolga joylashgan aerodromni yangilab qurishga boshlagan bo'lib, bu aerodrom Amerikaning 2-dunyo urushini oxirlashtirishida muhim rol o'ynagan ekan. Amerika armiyasi bu orolni qaytadan harbiy baza qilish orqali kelgusida Xitoy bilan bo'ladigan jangga tayyorlik qilmoqda ekan. Amerikadagi haftalik xabarlar to'ri 17-sentabr e'lon qilgan bu xabarda ma'lum bo'lishicha, ko'lami 40 kvadrat ingliz miliga yetmaydigan bu orol G'arbiy Tinch okeandagi Shimoliy Mariana taqim oroliga tava 3 asosli orolning biri bo'lib, Amerikaning havogacha so'zilgan g'arbiy chegarasini tashkil qiladi ekan. Tianyan deb ataladigan bu orolni Xitoylar Tianyangdao deb ataydigan bo'lib, 2-dunyo urushi mezgilida strategik qiymati bilan tonilgan. Bu orol Tokioga yaqin bo'lganligi, ya'ni Tokio bilan oraliqi 1500 ingliz miliga yetmaganlikdan o'z vaqtida Amerikaning Yaponiya cho'ng quruqligiga bomba tashlash bazasiga aylangan. Bu orolning Xitoy va Osiyodagi boshqa davlatlar bilan oraliqi yaqin bo'lib, Amerika davlat mudofaa ministrligi Xitoy armiyasining kelgusidagi hujumini to'sish va ularni mag'lub qilishda halqiliq rol o'ynaydigan bu orolga $1,5 milliard yaqin pul xarjlab, Amerika dengiz armiya va havo armiya bazasini yanglab qurishga boshlagan. 1944-yili Amerika armiyasi Tianyan orolini qo'lga tushirgandan keyin bu yerda dunyodagi eng chong havo armiya bazasini yasashga boshlagan. 1945-yil 8-oyda insoniyat tarixida tunji va birdan-bir yadro qurollarini to'shigan 2 bombardimonchi aeroplanni qo'yib bergan. Atom bombasining Yaponiyaga tashilinishi bilan 2-dunyo urushi oyoqlashib, Yaponiya taslim bo'lgan. Navbatda Xitoyning kunsiri kuchayotgan tahdidi Amerikani bu oroldan qaytib foydalanishga, bu orolda zamonaviy havo armiya bazasi qurib, kurashchi aeroplanlarga mayqachilash, uchish va qo'nish hamda mashina to'xtatish maydonlarini yasashga safarbar qilgan. Amerikadagi RAND siyosat tadqiqot markazi xalqaro tartib va xavfsizlik mutaxassisi Raymond Ko Amerika bilan Xitoy o'rtasida yuz berish ehtimoli bo'lgan harbiy to'qinishning tegi-taktidan olganda iqtisodiy to'qinish bilan bog'lanishli ekanligini bildirib, mundaq dedi. I think we can see this as evidence of a growing rivalry. This was the era of globalization where security interests took a backseat to economic interests. Biz bularni ikki davlatning raqobatining kun sari kuchayotganligining isboti deb qarsak bo'ldi. Bugünkidek yer sharlashayotgan davrda xavfsizlik manfaati iqtisodiy manfaatga o'rin bo'shatmoqda. Iqtisodiy manfaat bilan xavfsizlik manfaati qaytadan muhim o'rin o'tmoqda. Savdodagi sheriklik munosabati intayin muhim. Siz savdo sheriklaringiz bilan birga harakat qilamsiz yoki raqobatchilaringiz bilan birga harakat qilamsiz? 90-yillarda bu muhim emas edi. Ammo hozir intayin muhim bo'lib qoldi. Shu sababdan Amerika va Xitoyning bir-biridan judo bo'lishining ta'siri endi texnik kuchaydi. Increasingly see decoupling between the United States and China. Turkiya Hacettepe Universiteti dotsenti Dr. Erkin Ekremning bildirishicha, Amerikaning bu oroldagi harbiy bazasini kuchlantirishi Amerika davlat mudofaa ministrligining asosli kuchni Hind Tinch okeaniga o'tkazishdak buyuk planining bir qismi ekan. Amerika Xitoy arasındaki bu harbiy raqobatlar bag'ansiri keskinlashishga boshladi. Aslında Amerika Obama'nın vaqtida chiqargan 2030 vizyoni degan strategiya dokladda Amerika 2030gacha havo armiyasining va dengiz armiyasining %60 kuchini Asiya Tinch okeaniga yo'tkash va bu yo'tkilib davom qilyotdi. Uningdan boshqa Amerikaningki nurg'un komutanliklar bor. Indo-Pasifik komutanlığının statüsünü, seviyesini mi östedi ve askerinin sanını, harbiy kural teknolojilerini yükseltti. Asya Tinch okeanusunun merkezinin Guam aralığı merkezleşti. Şundakla bu rayondaki devletlerle misalga Japonya, Janubiy Koreya, Tayland, Filipin, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda degandek bu devletler bilan harbiy manevra faoliyatlarini devamlı elib beryotdi. Xitoyninki Janubiy Xitoy dengizida yoki Tayvan orolida bir jangni boshlatgan vaqtida Amerikaninki harbiy kuchi bilan mana bu rayondagi ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda harakat qila olishish, Pasifikdagi ba'zi orollardan Malaka boğazıgacha bu yerdagi harbiy bazalarni harakatga solganda bu yerda bir 3 pulungliq bir kuch paydo bo'ladi. Bu kuch bilan Xitoyni tizgin qilishninki planida. Tinch okean havo armiyasi bayonotchisining ma'lumot berishicha, Tianyan orolidagi darajasi o'stirilgan va kengaytirilgan aerodrom 20 million kvadrat ingliz milidan oshadigan uchish yo'li, aeroplan to'xtatish maydoni qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan.
va havo armiyasining ko'p xil muhitga moslashish, jiddiy va doimiy harakatlarni bartaraf qilishiga qulaylik yaratib berdi ekan. Tianyan aerodromi yaqinqi yillarda Amerikaning ko'p qatimliq harbiy manevrga ishlatilgan. Xabarda aytilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Xitoyni allaqachon Amerikaga tahdid deb tunagan bo'lib, Tinch okeandagi ittifoqdosh davlatlar bilan birlashib, shimolda Yaponiyadan sharq-janubiy Osiyogacha so'zilgan doirada Xitoyning dengiz armiyasi va havo harakatini cheklaydigan tadbirlarni qo'llanmoqda ekan. Chunki Xitoyning Iroq musofirlik boshqariladigan bombasi Amerikaning Guam orolini o'z ichiga olgan butkul rayondagi dengiz armiyasi va uning quruqlikda jang qilish qismlari turadigan bazalarga yetib boralaydi ekan. Doktor Erkin Akram Amerikaning Hind Tinch okeanida shakllantirilgan muosirasiga qarshi Xitoyning dengiz armiya kuchi va raketalik bomba kuchini oshirayotganligini bildirdi. Bununla qarta Xitoymi Amerikaningki muosirini teshib yer etish uchun Oma harbiy kuchini kuchlantirishga tirishyapti. Ham dengiz armiyasi, ham havo armiyasining kuchini kuchlantiryapti, qurol kuchini kuchlantiryapti. O'rta masofa va uzun masofalik yadro bomba taqallaydigan roketlarni taraqqiy qildiryapti. Urush parxodlarini, uchoq kemisini taraqqiy qildiryapti. Ikki tarafningki bu harbiy jihatdagi raqobatni texmi keskinlashtirishga sabab bo'lyapti. Tez taraqqiy qilayotgan tahdid Amerika armiyasini quruqliq, dengiz va havo armiyasini asos qilgan holda Guam taqim orollarida o'lchamlik boshqariladigan bomba va egizlik rayoni mudofaasini o'z ichiga olgan yangi mudofaa qurilishini elib berishga majbur qilgan. Tianyan orolining Amerika armiyasi uchun ko'ngildagidek strategik o'rin bo'lishidagi yana bir sabab bu orol Tayvan bo'g'uzidan, shundaqla talash-tortish ichidagi sharqiy va janubiy dengizdan 1500 dan 1700 ingliz mili yiroqlikda ekan. Yaponiya va Filippinning bu rayonlarda Xitoy bilan chegara to'qinishlari davom qilayotgan ahvolda Amerika armiyasining Tianyan orolida mavjud bo'lib turishi Xitoyning qo'shni davlatlarga, jumladan Tayvanga tajovuz qilishini to'sishda intayin muhim rol o'ynaydi ekan. Amerika Hind Tinch okean qo'mondonlik shtabining boshlig'i Samuel Paparo 20-iyul bu orolga qilgan ziyoratida Amerika havo armiyasining bu oroldagi qurilishini davomli taraqqiy qildirganligini bildirgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi bu vaqtda bergan bayonotida Xitoy bilan Rossiya Amerikaning davlat xavfsizligiga tahdid olib keladi. Ammo har ikkisi bilan muqarrar holda urush qilish yoki pat yaqinda urush qilishdek nishonimiz yo'q. Amerika qo'mondonlari faqat eng xatarlik ahvolni ko'zda tutib, planli harakat qilishni davom qiladi degan. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang apandi ikki davlatning harbiy tayyorlikqa kirishganligi haqida to'xtalib mundaq deydi. Both the Chinese and US militaries are preparing for war. Xitoy bilan Amerika armiyasining har ikkisi urushga tayyorlik qilmoqda. Halbuki Xitoyning bu jihatdagi irodasi Amerikaga boqqanda kuchli. Biz Xi Jinping bizning ittifoqdoshlarimizga hujum qilish xatiriga tavakkul qilayotganligini ko'ryapmiz. Bu uning bizga urush etishga tayyorlik qilayotganligini ko'rsatadi. Angliya 2-Dunyo urushi oldida g'aflat uyqusida uxlagan edi. Biz hozir kelgusida yuz bergan dunyo urushining harpisida g'aflatda uxlayapmiz. We are on the eve of what looks like the world's next great conflict, sleeping now. Doktor Erkin Akramning bildirishicha, Amerikaning nishoni Xitoyga urush qo'zg'ash emas, balki Xitoyni tizginlash. Xitoyning nishoni bo'lsa, Amerikaning Tinch okeandagi ta'siriga taqobil turish ekan. Ikki tarafningki niyati texi bir jangga tayyorlik emas. Amerikaning niyati Xitoyningki bir jang ichishning oldini olish uchun tirishyapti. Ya'ni Xitoyni tizginlash. Xitoy bo'lsa, navoda Amerikaningki yaratgan bir jangga qarshi tayyor bo'lishninki qo'ydi. Shuningga bu yangi tipdagi bir sovuq urushninki ahvoli yaratilyapti. Amerika aqlli ambiri mutaxassislarining baho berishicha, Tianyan oroli Amerikaning rayon xavfsizligi xirsiga tez inkas qaytarishida, Amerikaning yoshirun raqiblarini to'sishida, askarlar va harbiy lozimatliklarni yo'tkashga qulaylik yaratishida, shundaqla G'arbiy Tinch okeanda harbiy manevr chorlash olib berishida muhim strategik ahamiyatga ega ekan. Programmamizning keyingi qismida Xitoyning Amerikaning harbiy qurol-yarog' sanoatiga kerakli xom ashyolarni eksport qilishni cheklaganligi haqida to'xtalamiz.
Amerikalik rejissor Javid Mir Efendi tarafidan ishlangan Hadamni izlayman nomli hujjatli film ko'plagan davlatlarda qo'yilmoqda. Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbos xonimning Xitoy tarafidan tutilib izdiraksiz yo'q qilib etilgan hadisi Gulshan Abbos xonimga adolat izlash yo'lidagi tirishchanliklari tasvirlangan bu hujjatli film navbatda Turkiya poytaxti Anqarada ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishgan. Ankara turishliq ixtiyor muxbirimiz Erkin Tarim bu haqda tafsiliy xabar yetkazdi. Doktor Gülşen Abbas xonimning tutilganligi va izdiraksiz yo'q qilib etilganligiga 6 yil bo'lgan bugungi kunda Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Ben Cardin boshchiligidagi 10 ga yaqin palata a'zosi 10 sentabr o'rtaq bayonot e'lon qilgan edi. Ular bayonotida Doktor Gülşen Abbas'ның Xitoy turmusidan darhol qo'yib berilishini talab qilgan. Bundaq bir paytda Hadamni izlayman nomli hujjatli film 21 sentabr kuni Turkiya poytaxti Anqarada ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishdi. Hadamni izlayman nomli hujjatli filmda Roshan Abbos xonimning Xitoy turmusidagi hadisi Gülşen Abbas'ni qutuldirish tirishchanligi orqali Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni dunyoga tonitish yo'lida elib borgan kurashlari asosi tema qilgan. Bu filmda yana ko'plagan mutaxassislar, tadqiqotchilar, muxbirlar, diplomatlar va oila tavobiyatlari Xitoyning turmusida yoki lagerlarda bo'lgan chet eldagi ko'plagan Uyg'ur da'vogarlarining fikrlariga, yurak so'zlariga keng o'rin berilgan. Uyg'ur Akademiyasi vaqfisi bilan Uyg'ur harakati tashkilotining birlikda uyushtirishi bilan Anqaradagi Mangutosh til maktabining yig'in zalida o'tkazilgan hujjatli filmni qo'yish faoliyatiga ba'zi siyosiy partiya mas'ullari, mutaxassislar, universitet o'qituvchilari, muxbirlar va doktorantlar ishtirok qildi. Faaliyetni uyushtirgan Uyg'ur Akademiyasi vaqfisining raisi Abdulhamid Qaraxon apandi ziyoratimizni qabul qilib mundaq dedi. Bugun Turkiyadagi tadqiqotchilar, undagi muxbirlar, ba'zi siyosiy partiyalarning mas'ullari, tashkilot mas'ullarini chaqirdik. Ular filmni ko'rdi. Bu filmni ko'rish jarayonida bizning vatanimizda elib berayotgan haqiqiy qirg'inchilik va jazo lagerlari haqida ma'lum bir ma'lumotga ega bo'ldi. Bu filmni ko'rish orqali bizning vatanda yashayotgan, bo'layotgan zulmni haqiqiy his qildi. Bular bizni qo'llayotgan, Uyg'urlar uchun ovoz chiqarayotgan, Uyg'urlar uchun bir chiqsam deyotgan insonlardi. Bularga birinchi qo'l bir manbani bergan bo'ldik. Biz Hadamni izlayman nomli hujjatli filmni ko'rgan Anqaradagi G'ozi universitetining German tili o'qituvchisi Dilek Tayir xonimdan ta'sirotini sorduk. O mundaq cevap verdi. Çok üzüldüm. Orada başına gelen olayları anlatan kişiler vardı, kurtulan kişiler. Onların yaşadığı şeyleri duyduğumda çok, nasıl söyleyeyim, tüylerim diken diken oldu, kanım dondu. Çok kötü şeyler yaşamışlar. Ben Almanya'da büyüdüm. O Nazi kamplarının durumlarını da öğrenerek büyüdüm. Ko'nglim bek yerim bo'ldi. Lagerdan qutulib chiqqan kishilarning beshiga kelganlarni anglab, yuragimni pichoqtilgandek bo'ldi. Ularning beshidan ajoyib qo'rqinchli ishlar o'tibdi. Men Germaniyada tug'ildim. U yerda Yahudilarga elib berilgan irqiy qirg'inchilikni anglab va o'qib cho'ng bo'ldim. Menchi Uyg'urlar duchar bo'layotgan irqiy qirg'inchilik Yahudilarning beshidan o'tganlardanmi ig'ir ekan. Burun bularni faqatla anglagan edik. His qilolmaydik. Bu hujjatli filmni ko'rgandan keyin Xitoyning Uyg'ur qarindoshlarimizga qarata elib berayotgan ig'ir zulmini rasmiy his qildik. Biz bu hujjatli film to'g'risida fikr qarashlarini olish uchun bu filmni ko'rishga qatnashgan Anqaradagi Hacettepe Universiteti tarix fanlarining doktoranti Ahmet Ertan Çölgeçen Efendi'ni ziyaret kıldık. O mundaq dedi. Belgeseli gelecek olursak, yani benim görmüş olduğum şu, diaspora faaliyetlerinin bir şekilde başarılı olabilmesi için ve insan hakları temelli bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor. Ben hüccetlik filmde şunu gördüm. Chet elde elib berilayotgan faaliyetning muvaffaqiyatlik bo'lishi uchun kishilik huquqini asos qilgan holda kurash qilish lozim. Aksichi ish qilgan taqdirda muvaffaqiyatlik bo'lg'ili bo'lmaydiganligini ko'rdim.
Mazkur filmni ko'rgandan keyin Uyg'urlarning chet elda elib berayotgan kurashlarning sabablarini nayt yaxshi tushundim. Anqaradagi Yildirim Beyazit Universiteti Meditsina fakülteti Ommaviy sog'lomlik kafedrasining o'qituvchisi doktor Nametcan Mehmet Efendi, gerçi bu film qisqa bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlar vatanida bo'layotgan fojialarni etrafliq yo'ritib berganligini bayon qildi. Rushan Abbasninki gerçi o'zininki oilasiniki ahvolini anglatish orqali nurg'unlagan shu vatanida bo'layotgan ishni tafsili ichib beribdi. Buni faqat Rushan Abbasninki oilaslam emas, o'sha jarayonda onasining dadasiniki izdirkin olmayotgan, bolalarning izdirkin olmayotgan nurg'unlagan shohidlarmi o'zininki shunday kunga qilayotganligini hujjatli filmda tushuntiribdi. Demak, shu bir ayolning oilasini izlash jarayonini anglish orqali butkul o'sha xalqaroniki bizning masalaga bo'lgan pozitsiyasi, onun keyin Xitoy hukumatininki elib berayotgan inson qalbidan chiqqan siyosati, nurg'unlagan shunday ahvollar duch kelayotgan oilalarniki amaliy ahvolini nurg'unlagan isbotlar orqali tafsili yoritib beribdi. Mana shundan ko'rib olamizki, gerçi qisqa bir hujjatli film bo'lsa-mu, shu bizning vatanda bo'layotgan amaliy ahvolni yig'inchoq qisqa shaklda tushuntiribdi deb o'yladim. Amerikalik rejissor David Mir Efendi ishlagan Hademni izleymen namlıq hüccetlik film Amerika Tashqi ishlar Ministerligining qo'llashi bilan bugunga qadar 30 davlatda 50 maydondan ortiq qo'yilgan. Doktor Gülşen Abbas xonimning tutilganligi va izdiraksiz yo'q qilib etilganligiga 6 yil bo'lganligi munosabati bilan mazkur hüccetlik film bu ay ichida yana 10 ga yaqin davlatda qo'yilgan. Bu programmani Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan Erkin Tarım tayyorladi. Hörmətli radio anlıqçılar, İstanbulda keçide tutqun qılınışını kütüş namlıq kitabını tonuşturuş fəaliyyətləri uyuşturulmaqda ekan. Fəaliyyətə kitabның avtori Amerikadakı şair Tahir Hamud İzgil və məzkur kitabını Uyğurçadan İngiliscəyə tərcümə qılğıcı Joshua Freeman qatarlıqlar qol qoyuş fəaliyyəti və oqurmanlar bilan söhbət fəaliyyətlərə qatnaşmaqda ekan. Bu haqda Türkiyə turishliq ixtiyor muxbirimiz Arslan təfsili xəbər berdi. Assalamu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Amerikada yashayotgan shoir va rejissor Tahir Hamud Izgilning Kechida tutqun qilinishni kutish nomli kitobining Uyg'urchasi yaqinda Istanbulda nashr qilingan bo'lib, 20 sentabr juma kuni Istanbulda bu kitob to'g'riliq maxsus muhokama yig'ini o'tkazildi. Bugun biz bu yerda bir Uyg'ur shoirininki Xitoylarning Uyg'urlarga qarta yurgizgan irqiy qirg'inchilik haqidagi eslamasi, ya'ni Kecha tutqun qilinishni kutish nomli kitob haqida bayonning kuchi nomli bir kitob suhbat qilmoqchi. Muhokama yig'inida kitob avtori Tahir Hamud Izgil bilan bu kitobni Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qiluvchi Uyg'ur adabiyoti tadqiqotchisi Joshua Freeman qatorliqlar qatnashdi. Shunaqla bu kitobning yozilishi, tarjima qilinishi va uningdagi bir qism muhim detallar haqida tushuncha berdi. Oxirida ular yig'in ahlining bu kitob to'g'risidagi savollarga javob berdi. Bu yig'inni Dunyo Uyg'ur yozuvchilari uyushmasi, Taklimkon Uyg'ur nashriyoti va Uyg'ur Yor fondi birlikda uyushtirgan bo'lib, yig'inga Uyg'ur adabiyoti tadqiqotchisi Mahmudjon Yasin riyosatchilik qildi. Bu yig'inga İstanbuldagi Uyg'ur yoshlari va ziyolilari qatnashdi. Yig'in oldi bilan shoir Tahir Hamud Izgilning qisqacha tarjimali o'qib o'tilgandan keyin Kechida tutqun qilinishni kutish nomli kitob to'g'risida avtor Tahir Hamud Izgil o'qirmanlarning savollariga javob berdi. Shoir Tahir Hamud Izgil apandi bu kitobni yozishga turtki bo'lgan omillar to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Bu majburiyat bo'ldi. Ya'ni endi vatanda bizning do'stlarimiz mush sanada o'tish kerak bo'lgan, biz erishgan shansharaflardanmi ziyoda shansharafga erishish kerak bo'lgan nurg'un do'stlarimiz bor. Ular hozir timlab azob chekyapti.
Xitoy rejimi ostida qiynalıyotdi. Bunday sharoit ostida biz ovozsiz qolsak bo'lmaydi. Qanchalik ovozimizni chiqara olsak, shunchalik ovozimizni chiqaramiz. Shunga bu kitob shunday bir zurriyat tufayli yozildi. Bu kitobni Uyg'urchadan ingliz tiliga tarjima qilgan amerikalik tadqiqotchi Joshua Freeman apandi bu kitobni inglizchaga tarjima qilishga turtki bo'lgan omilning dal o'zining nurg'un Uyg'ur do'stlarining lagerga qamalganligi ekanligi. Shuning uchun bu kitobni ingliz tillik dunyoga tunishtirishni Uyg'ur xalq uchun bak muhim deb qaraganligini bildirdi. U yana o'zining bir qancha yillar ilgari Urumchida o'qish jarayonida tanishgan Tahir Hamudga o'xshash Uyg'ur do'stlarining tutqun qilinishidan ansirganligini, Tahir Hamudning keyin oilasi bilan Amerikaga sog'-salomat kelganligidan bak xush bo'lganligini, shunaqla ularning Amerikaga kelishini bir mo'jiza deb qaraydiganligini bildirdi. Bu kitobni tarjima qilishimga birinchi turtki Tahir so'rdi. Lekin undan cho'nqiroq ish amaliyoti. Chunki krizis boshlagan vaqtda men nurg'un do'stlarim qattiq ansirgan. Men eng ansirgan do'stlarim birisi Tahirniki chet elga oilasi bilan chiqqanligi men uchun bir mo'jiza. Har qaysi jihatdan muhim, ahamiyatli bir ish. Hem albatta o'zi uchun, ailasi uchun ahamiyatli bir ish. Mening nazarimda bütün Uyghur cemaati uchun ahamiyatli bir ish. Hem shaxsan men uchun ahamiyatli bir ish. Ma'lumki, Xitoyning 2017 yildan buyon Uyg'ur elida elib borgan cho'ng tutquni va lagerlar to'g'risida muhojiratda yashayotgan Uyg'ur yozuvchilari va tadqiqotchilar, chet elga hayot qechib chiqalgan lager shohidlari ko'plagan eslama va maxsus kitoblarni yozib nashr qildirdi. Tahir Hamud Izgilning bu kitobi shularning ichida ta'siri eng zo'r, tarjim qilingan tillar eng ko'p bo'lgan kitob bo'lib qoldi. Tahir Hamud apandi bu kitobning boshqa kitoblarga solishtirganda o'xshamaydigan farqlari to'g'risida to'xtalib o'tdi. U bu kitobning o'zining shaxsiy kechirmishlari va bir qism ziyoli do'stlarining konkret kechirmishlarini o'z ichiga olganligini ta'kidladi. Meningcha bu kitobniki farqi jihatda aytgan chog'da men endi bu kitobda ko'proq konkret detallarni, ya'ni mayli bizning beshimizga kelgan bo'lsin, mayli boshqa do'stlarimizning beshiga kelgan bo'lsin, men konkret detallarni yozdim. Ya'ni cho'ng jihatga bayon emas, konkret detal orqali bu shunday bir cho'ng bir tragediyani ifodalashning yo'li ustida izlandim. Şunu anda bo'lgandikan bu kitobda boshqa kitoblarda balkim bayon jiqroq bo'lishi mumkin, ammo buningda hikoya kechirmish jiqroq. U yana irqiy qirg'inchilikning shaxslarning ruhiy holatiga qanday ta'sir ko'rsatadiganligi to'g'risida fikr bayon qildi. Uyg'ur adabiyoti tadqiqotchisi Joshua Freeman apandi bu kitobning ahamiyati to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Tahirning bu kitobi deymiz, albatta tarixiy qiymati zo'r. Badiiy qiymati zo'r. Ammo shu toza krizis bo'layotgan vaqtda bu kitobning chiqishi amaliyotda u bir vaqt masalasidan. Bu kitob masalan 10 yildan keyin chiqqan bo'lsa, mujozir bo'layotgan krizis to'g'risida ta'sir qilolmaydi, ko'rsatmaydi. Toza krizisning avj olgan vaqtida kitobning chiqqani ham bu krizisning keyingi vaqtlarda xotira sifatida bir isbot bo'ladiganligi ham shu krizis o'ziga ma'lum darajada ta'sir qiladiganligiga ishonchim bor. Chunki bu kitobni Tahirga o'qiganda bu kitobni ko'rgan odam endi ta'sirlanadi. Esida bir narsa qoladi. Bu krizisni masalan g'arb dunyosida nurg'un odam abstrakt jihatdan biladi. Gazetga chiqib turadi, jurnallarga chiqib turadi, xabarga chiqib turadi. Men o'zimniki qamoqdagi do'stlarimni ammo tasavvur qilaman. Tahir kitobda tasvirlagan voqealarni tasavvur qilaman, hatto ba'zini o'z ko'zim bilan ko'raman. Bu kitobning chiqqani mushtaq shoir, mushtaq yozuvchining mushtaq kitob yozib, ham jamoat bilan yuz ko'rishadiganligi ayrim bir ish. Chunki mana bir kitobning chiqqani nurg'un kitobxonlar uchun abstrakt bir narsani real bir narsaga aylantiradi. Bu kitobni o'qib chiqqan Mahmudjon apandi kitob to'g'risidagi ko'z qarashlarini ifodalab mundoq dedi. Yani bu bir shaxsning kechirmishlaridan biz bir kolektivniki kundalik hayotiniki qanchalik ichida izilish, besim, siqilish, tashvish, dilg'ullik, qo'rqish,
qatorliq mujnaq intayin murakkab bo'lgan bir ro'yi kayfiyatlarda yashayotganligini biz odam o'qisa va his qildi va yurakka endi meni o'qishimni ta'sir qilgan nuqta shu. Men sizlar o'xshash bir Uyg'ur bola suhbatim bilan vatanda yashagan bo'lg'achqa bizning vatandagi kechirishlarimiz doimo kitobdagi voqealar bilan o'zimizning shaxsiy kechirishlarni agishib olganda o'zimizning aslimlar uni qatilib uni o'ylab bu jihatda kitob o'qish vaqtim sal uzroq ketib qoldi. Chunki sizning bayoningizni o'qiyotgan vaqtda mening vatandagi shaxsiy kechirishlarim doimo agishib oldi. Bu kitapның avtori Tahir Amud İzgil Efendi bu kitapni yozish jarayonida eng qiyin bo'lgan nuqtalarni birma-bir tilga ilib o'tdi. Eng qiyin to'xtagan nuqta o'zimizningki beshta o'tgan bir azobli narsani takror o'ylash va uni yozish. Andan keyin yana birisi do'stlarimningki tutilib ketganlarning, qiyinchilik turayotganlarningki ahvolini yozgan chog'da biroz ko'nglim yerim bo'ldi ekan. Shunday chog'larda endi qiyin yazıqchilik sal qiyin to'xtadi. Yig'in oxirida avtor o'zining kechada tutqun qilinishni kutish nomli kitobini sotib olg'uvchilarga imzo qo'yib berdi. Hurmatli radio anglovchilar, bu programmani Istanbuldan Arslan Tash tayyorladi. Xitoy o'tgan 70 yilda Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'ur kadrlarni tarbiyalab yetishtirdimi yoki yo'qotdimi? Bu temaga qiziqsangiz, beqitamiz. Obzorchimiz Osiyo Uyg'urning tayyorlagan yangi obzorda bo'lsin. Maqoldagi ko'z qarashlar avtorga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Xitoy o'tgan 70 yilda Uyg'ur kadrlarni tarbiyalab yetishtirdimi yoki yo'qotdimi? Xitoy xabarlar to'g'rida 22-sentabr Qurilgan 70 yildan buyon bu tarbiyalash sinfi Şinjanning uzun muddatlik muqimligi va amilligini ilgari surdi. Mavzuliq bir maqola e'lon qilingan. Maqolaning mavzusidan qaraganda Xitoy Kompartiyasining Beyjingdagi markaziy partiya maktabida maxsus Xitoyparast Uyg'ur kadrlarini tarbiyalaydigan sinfni ko'zda tutganligi aniq. Halbuki bu yerdagi masala shuki, Kommunist Xitoy izchil yo'sinda Uyg'urlarni Xitoy Xalq Jumhuriyatining normal bir puhra sifatida ko'rgan emas. Bu vajidan Uyg'urlardan yetishib chiqqan ixtisosli kishilarning Xitoyning siyosiy ishonchisiga erishishi va ma'lum doirada huquq tutishi uncha oson bo'lmagan. Hatto Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan bir rayonning Uyg'ur raisining konkurs xizmatiga ko'rsatma berdigini, uning ustidagi birinchi qo'l amaldor hisoblangan Xitoy partikomi sekretaridir. Bu holat Uyg'ur avtonom rayonining yuqori rahbarlik organida emas, balki yuqoridan tuvangacha bo'lgan barliq partiya va hukumat organlarida o'xshash shaklda davom qilib kelmoqda. Darvaqa xalqaro jamiyatda avtonomiya haqqi bor deb qaralgan va Xitoymo shundoq tashviq qilayotgan Uyg'urlarning o'ziga taalluq bo'lgan avtonomiyalik territoriyada o'zini o'zi boshqarish haqlari aslo bo'lgan emas. Bundaq bir ahvolda Uyg'ur kadrlarining Xitoyning millatlar siyosati yoki muqimlik va amillik xizmati sohalarida biror muhim rolning bo'lishini tasavvur qilish to'limi kulkilik. Xitoyning atalmish markaziy partiya maktabi Şinjanlik kadrlarni tarbiyalash sinfining ichilishi garchi 1954 yil boshlangan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bo'lmagan millatlardan bo'lgan kadrlarni tarbiyalash xizmati uningdan xili burunli boshlangan. Ya'ni 1930-yillarda Xitoy kommunistlari O'rta Xitoydagi Jiangxi va Xitoyning g'arbiy shimolidagi Shanxi, Gansu va Ningxia rayonlarida qurgan Junxo Sovet Jumhuriyatida milliy kadrlarni tarbiyalash muhim xizmat sifatida olib berilgan. Ya'ni milliy kadrlarni tarbiyalash xizmati 1936-yili Ningxianing Yuxay noyasida qurilgan tunji Tungan avtonom hukumati bilan boshlangan. Shanxi o'lkasining yozma tarix uchur ambarida xotirlangan Ningxia Yuxay Tungan avtonom hukumatining qurilish tarixi nomli uchurda bu haqda bir qism ma'lumotlar berilgan. Mazkur tarixiy uchurda Yuxay Tungan avtonom hukumati qurilganda Xitoy kommunistlarining rahbari Mao Zedongning buni maxsus tabriklaganligi tilga olingan. Mao Zedongning bu haqdagi bayonlarida Xitoydagi Tunganlarning azaldan o'ziga taalluq bir hukumati bo'lmaganligi sababli ig'ir zulm chekkanligi, Gomindangning cho'ng Xitoychilik siyosati va Tungan xoinlarining hukmronligi ostida g'arbiy shimoldagi musulmon xalqlarining nihoyat ig'ir talafot chekkanligi. Faqat Xitoy Kompartiyasi va Sovet Ittifoqining
millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilashida ching turadigan har millat xalqining birdan-bir qutqazuvchisi ekanligi yozilgan. Demak, Xitoyning bu dabdabalik shuarlari bilan tang Xitoy kompartiyasini butun kuchi bilan qo'llaydigan, ularga ergashadigan va o'z millatini Xitoy kompartiyasiga ergashtiradigan atalmish milliy kadrlarni tarbiyalash xizmati boshlanib ketgan. Qisqarliq yeri shuki, 1949 yili 1 oktyabrda Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilgandan keyin 11 oyda Mao Zedongning Pingdefaiga yozgan telegrammasida milliy kadrlarni tarbiyalashdagi maqsad aslidagi har millatning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'lga keltirish yo'lidagi qutqazuvchi bo'lishdan birdilla voz kechilgan. Ya'ni Mao Zedong bu telegrammasida alohida ta'kidlab, Shanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia qatorliq osonliq millatlar bor bo'lgan hamma yerda viloyatlik partikumlarni qurib, hammasida osonliq millat kadrlarini tarbiyalash kerak. Bir ishga diqqat qilishinglar kerakki, millatlar masalasini uzul kesel hal qilish uchun milliy bilginchilarni butunlay yetim qoldirishimiz kerak. Agar osonliq millat kadrlaridan bo'lgan zo'r bir turkum kommunistlar bo'lmasa, millatlar masalasini hal qilishimiz asla mumkin emas degan. Garchi Mao Zedong shundoq yo'l yo'riq bergan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur kadrlarini tarbiyalash Uyg'ur elida uncha qulay bo'lmagan. Ya'ni Xitoyda taki bugungacha Uyg'ur kadrlaridan qo'rqish va ansirash asla yo'qolgan emas. Bu haqda İlham To'xti 2011 yili Xitoy hukumatiga yozgan taklifida tafsiliy to'xtalgan edi. U mazkur yozmasida Uyg'ur elidagi milliy ziddiyatning kelib chiqish sabablarining biri Uyg'ur kadrlarining umumyuzlik ishonchsiz deb qaralishidan kelib chiqqanligini o'tirib qo'ygan. İlham To'xti yana bugungi Xitoy kompartiyasining garchi millat, manfaat va qatlamlardan halqagan bir siyosiy partiya bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur jamiyatidagi o'rtaq huquq bo'lsa, Xitoyning o'zi huquq. Huquqning o'zi Xitoy. Xitoy deganlik kommunist partiya deganlik. Kommunist partiya deganlik Xitoy deganlikka barobar ekanligini bayon qilgan. Hatto Uyg'ur avtonom rayoni atalgan bir rayonning asosiy aholisi bo'lgan Uyg'urlarning huquq tutish nisbatining Uyg'urlarning umumiy nufusiga solishtirganda nihoyat tuvan ekanligini o'tirib qo'ygan. U taklifida Xitoy hokimiyati ostidagi o'tgan 60 yilda Uyg'ur kadrlarining ishonchsiz deb qaralganligi sababli tarbiyalanmaganligi, huquq berilmaganligi, bo'libmi 1990-yillarda yuz bergan Barin va G'ulji voqealaridan buyon Uyg'ur kadrlarining ishonchsiz deb qaralishning texmi og'irlashganligi. O'tgan 10 yillik qattiq bostirishning natijasida Uyg'urlarning har qanday zulmga uchrasimi ovozini chiqara olmas qilib etilganligi. Amaliyotda Uyg'ur kadrlarining ko'payishi Uyg'ur avtonom rayonining qonuniy o'rnini gavdalantirib beradigan muhim omil ekanligi tilga olingan. Halbuki Xitoy hukumati İlham To'xtini umrlik qamoq jazosiga hukm qilgandan keyin, ya'ni 2015-yili Xinjiangdagi osonliq millat kadrlarining nisbati 51.4% nomli aqtashli kitobni e'lon qilib, İlham To'xtining yozmasiga inkos qaytargan bo'ldi. Qiziq yeri shuki, İlham To'xti Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'ur millatidan bo'lgan kadrlarning Xitoyning ishonchisiga erishilmaganligi, Uyg'ur kadrlarining nisbatining Uyg'ur nufusi bilan ta'tir tanasib bo'lib qolganligi haqida yozgan edi. Halbuki Xitoy doiralari Uyg'urlar haqida emas, balki Xinjiangdagi barliq oz sonli millat kadrlarining sonini Uyg'ur kadrlarining soni sifatida ko'rsatib saxtapazlik qildi. Xulos qilganda, Xitoyning bugungi kunda Beijingdagi Markaziy partiya maktabida Xinjianglik kadrlarni tarbiyalash sinfi qurilganligining 70 yilligini tabriklashi, hargizmi Uyg'urlardan yetishtirilgan kadrlarning Xitoyning muqimlik siyosatida qanchalik muhim rol o'ynaganligini ko'rsatib o'tish uchun emas edi. Albatta, buningdagi asosiy maqsad shuki, Xitoy kompartiyasi o'zining Uyg'urlarning avtonomiya haqlarini dafsanda qilganligi, Uyg'ur kadrlarga asla ishonmaganligi, ularni ikkiyuzlamachi deb qaraydiganligi, shu sababdan Uyg'ur sarxillarni keng ko'lamda tutqun qilganligi va yo'qotganligini yoshirish uchun bu tabriklash o'yinini o'tirg'a chiqargan. Ya'ni Xitoyning tashqi dunyoga Uyg'urlarning avtonomiya haqlarining yuksak kafolatga ega qilinganligini ko'rsatish uchun bu tashviqot o'yinini o'ynaganligi shaksiz.
hurmatli radio anglag'uchilar. Shvetsiyadagi xalqaro tashkilotlar shundaqla har qaysi ko'chman xalqlarning muhojiratdagi tashkilotlari Stokgolmda cho'ng ko'lamli bir namoyish o'tkazgan bo'lib, namoyishda nutq beruvchilardan Viam Lina xonim Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini qattiq ayblagan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga chaqirgan. U nutqida yana Sharq Turkistonning 1949-yili Kommunist Xitoy tarafidan ishg'ol qilinganligini alohida ta'kidlab o'tgan. Mazkur namoyish haqida Shvetsiya turishliq ixtiyor muxbirimiz Habibulla tafsiliy xabar berdi. Sharqiy Turkistonni 1949-yili kommunistik Xitoy ishg'ol qilgan va uning nomini Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb o'zgartgan. Bu Shvetsiyadagi xalqaro tashkilotlar va har qaysi ko'chman xalqlarning muhojiratdagi tashkilotlari 20-sentabr Shvetsiya poytaxti Stokgolmda tashkillagan mustamlikachilik, klimat o'zgarishi va fashizm qarshi xalq mol emas temisidagi cho'ng ko'lamlik birlashma namoyishning ochilish nutqi edi. Namoyish Shvetsiyadagi Iroqlik tadqiqotchi va siyosiy faoliyatchi bu qitimliq namoyishni tashkillovchilardan Viam Lena Xolid Jamolning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirish nutqi bilan boshlangan. Bu namoyishni 40 dan ko'proq tashkilot birlikda tashkillagan bo'lib, namoyish qatnashganlarning bildirishicha, namoyishchilarning soni 5000 dan oshib ketgan. Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtinur Abdurayimning aytishicha, namoyishni tashkillovchilarning taklifiga binoan Shvetsiya Uyg'ur birligining a'zolari va Shvetsiyada yashaydigan bir qism Uyg'urlar bu namoyishga qatnashgan. Shundaqla namoyishchi qo'shinning eng oldiga yerlashtirilgan Uyg'urlar gul namoyish jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi tema qilingan cho'ng plakatlar bilan Sharqiy Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'ini ko'tarib sapning oldida mangan. Biz bu munosabat bilan Baxtinur xonimni ziyorat qildik. U bu vaqtdagi tafsilotlarni radio anglag'uchilar bilan o'rtoqlashdi. Bu namoyishninki temasi mustamlikaga qarshi, fashizmga qarshi, urushga qarshi, irqiy qirg'inchilikka qarshi canlı bir xalq fəaliyyəti olub təklifə binaən qatnaşdıq. Bizning plakat, bayroqlarımız bilan, jaranlıq nutq şuarlarımız bilan həm səhnəyə ən dəslabda biz Şvetsiya Uyğur Birliğinin rəisi sifatida meni koordinat Viam xanımni təklif qildi. 2000 kişilik namoyish Uyg'urlarninki bayrog'imiz sahnədə lapildab turdi. Bizning bayrog'imizni ko'tardigan yana bir Shvet bovay ahvolimizni anglab bizning bayrog'imizni qo'l qilib namoyishning boshdan oxiri yenimizda bo'lib bayrog'imizni egiz ko'tarib mangdi. Namoyishda bu namoyishni tashkillovchi o'rinning taklifiga binoan Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtinur xonim so'zga chiqqan. U so'zida bugun Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilganda dunyo sukut qildi. Ammo bu faqat Sharqiy Turkiston va Uyg'urlarga emas, balki hammamizga munosabatli masala edi. Hozir Xitoyning ta'siri dunyoning har qaysi joylariga kengayib, demokratiya, kishilik huquq va dunyoning muqimligiga tahdid solmoqda degan. U yana Xitoy hukumatı Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatsin, Uyg'urlarga erkinlik degan jarangliq shuar bilan nutqini oxirlashtirgan. Baxtinur xonim bu vaqtdagi tafsilotlarni radio anglag'uchilar bilan o'rtoqlashib o'tdi. Namoyishning nutq teksti asos mazmuni bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonning Uyg'urning ota bobosidan tatib yashab o'tgan uzun muddatlik bir tuproq ekanligini, bu yerda yangi zamin nomida Xitoyningki qandaq qirg'inchilik olib berayotganligini aks ettirgan bo'libmi 2013-yildan to hozirgacha 10 yillik zo'r qattiq besim, assimilyatsiya, irqiy qirg'inchilikning chekiga yetib 3 milliondan ortiq xalqimizning qirilganligi, zulm zindonlarda jafo chekayotganligi, ularning organlarining to'g'rib ilinganligi, bolalarning ota-onasidan ayrilganligi qatorliq mazmunlar o'z ichiga ilingan. 21-asrda bu qayta takrorlanmaydi degan qirg'inchilik biz Uyg'ur millatining beshida yuz berdi. Dunyo bunga sukut qilsa, dunyoning atisi qanday bo'ldi? Viam Lena shu kungi namoyishda Baxtinur xonimdan keyin so'zga chiqib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini qattiq ayblagan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga chaqiriq qilgan.
Viyam Lena nutqida Sharqiy Turkistonni 1949-yili kommunistik Xitoy ishg'ol qilgan va uning nomini Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb o'zgartgan. Ammo mustabid hokimiyatning bergan avtonomiyasi yolg'on bo'lib qog'oz yuzida qolgan. Mao Zedongning davrida u yerda minglagan olim, ziyoli va vatanparvar kishilar millatchilik va yoki har xil qalpoqlar bilan o'ldirilgan degan. Ma'lum bo'lishicha, Viyam Lena yillardan buyon Xitoy hukumatining Xitoy bo'lmagan millatlarni assimilyatsiya qilish jarayoni va 21-asrdagi irqiy qirg'inchilik siyosatini tadqiq qilgan. Uning bu vaqtda e'lon qilingan asarlarida Xitoyning Mao Zedong davridan Xi Jinping davrigacha bo'lgan jarayondagi har qaysi millatlarni assimilyatsiya qilish urinishlari atrofli izohlangan ekan. Continues today since Xi Jinping came to power in 2013. East Turkestan has become the target of a genocide. In 2015, the Chinese Communist Party Bu namoyish kundagi nutqi degani bu azob bugunmi davomlashmoqda. Xi Jinping 2013-yili hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Sharqiy Turkiston irqiy qirg'inchilikning nishoniga aylandi deyish orqali Xitoy hukumatining terrorlikqa va oshqunlikqa qarshi turish nomida millionlarcha Uyg'urni lagerga qamaganligi, Uyg'ur oilalaridagi sabiylar duch kelayotgan oila judoligi, milliy va diniy kimlikdan mahrum qoldirish, majburiy emgak tutilish qatorliqlarni bayon qilgan. U so'zining oxirida biz iste'mol qiladigan kiyim-kechak, mashina va qurilish materiallari shu yerdagi majburiy emgakka mahkum qilingan Uyg'urlarning qo'li bilan yasalgan degan. Namoyishda butkul namoyishchi qo'shin Uyg'urlar to'lg'an shuarlarga ergishib, Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtatsin, Uyg'urlarga erkinlik, Uyg'ur farzandlarini qutuldirayli degandek shuarlarni to'lashgan. Shvetsiyadagi Uyg'ur faoliyatchi Nabijon bu haqda o'zining ta'sirotini biz bilan ortaqlaşıp ötdi. Hammasi o'z davlatlarining bayrog'ini ko'tarib chiqib, bu namoyish qatnashgan bo'ldi. Hamda bizmi vatanda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan qarindoshlarimizning turmadagi e'lon qilingan rasmlarini ko'tarib chiqib yurib, shu lozunkalarimizni namoyon qilgan bo'ldik. Yerlik Shvetsiydan birisi yanimizga kelib, shu 3 kilometrdan ortiq masofani tang besib, hamda izchil biz bilan bir sapda bayrog'imizni tang ko'tarib, dardimizga bir hissasini qo'shgan. Demak, biz bu namoyishda vatanimiz Sharq Turkistonda ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni anglatish bilan 5-6 ming namoyish ahliga ko'rsatish va deyishga bir fursat topgan bo'ldik. Sharq Turkistonda yilma ham ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni, Xitoyning tajovuzligini, Xitoyning mustamlikasini, Xitoyning zo'ravonligini pash qildik va anglatgan bo'ldik. Bu qatimqi namoyishga qatnashgan Shvetsiya Uyg'ur birligining muavin raisi Abdumajid va birlik ijroiya raisi Mehmetjonlarning bildirishicha, namoyishchilar Stokgolm ichida shuar to'lab 6 kilometr yurish qilgan. Namoyish haqida so'z qilgan Mehmetjon va Abdumajidmi o'zlarining bu vaqtdagi qarashlarini qisqacha bayon qilib o'tdi. Lagerga so'langan va oshkorlangan mahbuslarning rasmlarini birga olib chiqqan. Bu rasmlar jonli tasvirlanganlikdan nihoyatda ko'zni tatdi. Shu vaqtning o'zida shahar markazida hayot kelgan Xitoylar buni ko'rib bek shok bo'ldi hamda. Stokgolmning markazida bir 5-6 kilometrdek piyoda menib shuarlarni to'g'lab mangdiq. U yerda yana bir hayajonlanganim biz plakatlarni ip manganda shu irqiy qirg'inchilikning plakatlarini Xitoylar shu bizning plakatlarni ko'rib qo'llari bilan ko'rsatib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, namoyish jarayonida Norvegiya, Fransiya, Turkiya, Ozarbayjonning Shvetsiyadagi muxbirlari Uyg'ur namoyishchilarini naq maydonda ziyorat qilgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida savollar so'rashgan. Namoyishchilar qo'shini shahar markaziga kelganda bir turkum sayohatchi Xitoylar Xitoy qarshi shuarlar va lagerlardagi tutqun Uyg'urlarning rasmlari, ay yulduzliq ko'k bayroqlarni, shuningdek 1 kilometrga yaqin so'zilgan namoyishchi qo'shinni ko'rib cho'chib ketishgan va Uyg'ur namoyishchilarga barmoqlarini shiltib hayvi qilishgan. Ammo namoyishchilar qo'shini yendiki soqchilar tezdan ularni naq maydondan uzoqlashtirgan. Uyg'ur qirg'inchiligi izchil turda Yevropa siyosiy sahnasidagi muhim temalardan biri bo'lib, bir qism Yevropa davlatlarining parlamentlari bu haqda qaror olganligi ma'lum. Ammo texmi ko'p hukumatlarning bu haqda texmi amaliy bo'lgan qaror va jazo tadbirlarini elishi uchun bu xildagi ommaviy namoyish faoliyatlari turtkilik rol o'ynaydi deb qaralmoqda. Bu programmani Shveysariyadan Habibulloh tayyorladi.